Davom etamiz. Aholini sifatli va xavfsiz oziq-ovqat mahsulotlari bilan ta'minlash avvalo sohaga zamonaviy yondashuvlarni keng joriy etishni taqozo etadi. Ayniqsa chorvachilikda naslni yaxshilash, mahsuldor qoramollarni ko'paytirish va veterinariya nazoratini kuchaytirish oziq-ovqat xavfsizligining muhim omillaridan biridir. Bu borada olib borilayotgan ishlar misolida hamkasbimiz mavzuni davom ettiradi. Davlatimiz rahbarining chorvachilikni rivojlantirish bo'yicha bergan topshiriqlari ijrosini ta'minlash maqsadida Quva tumanida faoliyat yuritayotgan Salohiddin imkoni fermer xo'jaligiga Belarus Respublikasidan sut va go'sht yo'nalishidagi 143 bosh naslli qoramol olib kelindi. Xorijdan keltirilgan qoramollar belgilangan tartibda qabul qilinib, veterinariya talablariga muvofiqligi nazoratdan o'tkazildi. Yangi naslli chorva mollarining xo'jalikka olib kelinishi sut va go'sht mahsulotlarini oshirish, sifatli mahsulot ishlab chiqarish imkoniyatlarini kengaytirish hamda oziq-ovqat xavfsizligini ta'minlash xizmat qiladi. Belarusda fermer chorvalar bilan tanishib, o'zimizga olib kelib, shu yerda boqishni afzal ko'rdikda, mana shartnomalarni qildik. 15-iyul kuni 43 tasi kirib keldi. Rossiyadan Galishten mollar 120 nafarni 24-avgust kuni yuklaymiz. Xudo xolsa, avgustning oxiriga u ham kirib keladi. Yangi yilgacha 3,5 mingta olib kelishdi. Proyektini tuzib, hisoblab qo'ygan. Xudo xolsa. Hurmatli prezidentimizga minnatdorchiligimizni bildiramiz. Shu mana Belaruslardan 5100 kilometrdan to'g'ri yetib kelyapti. Bir kunda 2 tadan 4 tagacha so'yamiz. 1 tonnagacha go'sht yetkazib beramiz. Kuniga bu cho'rni piyosturlarni Belarusdan olib kelgan shular endi tez kattaryapti-da, shuni hisobiga 1,5 tonna yetkazib berishni reja qilyapti, xudo xolasa. Prezidentimizning oziq-ovqat mahsulotlari xavfsizligi, fitosanitariya va veterinariya sohalarida yagona davlat boshqaruvi va nazorat tizimini joriy etish chora-tadbirlari to'g'risidagi farmoni oziq-ovqat xavfsizligini ta'minlash, qishloq xo'jaligi mahsulotlarining sifatini oshirish, ularni yetishtirishdan tortib iste'molchi dasturxonigacha bo'lgan jarayonni yangi bosqichga ko'tarmoqda. Oziq-ovqat biznesi bilan shug'ullanish tadbirkorlarda hasb amaliyotini joriy qilish muhim ahamiyat kasb etadi. Chunki xavflarni oldindan aniqlash va oldini olishga imkoniyatini beradi. Asosiy maqsadlarimizdan biri tadbirkorlarga xalqaro talablar asosida ishlashga ko'maklashish va aholiga xavfsiz, sifatli oziq-ovqat mahsulotlarini yetkazib berishdir. Farg'ona viloyatida 2026-yilning yanvar-iyul oylarida 226 ming tonna meva va sabzavot mahsulotlarini eksporti amalga oshirilgan. Eksport qilingan meva sabzavot mahsulotlarining umumiy qiymati 221 million AQSh dollarini tashkil etmoqda. Yetishtirilgan mahsulotning ichki bozordagi ta'minoti bilan bir qatorda uni tashqi bozorlarga chiqarish imkoniyatlarini kengaytirish ham muhim vazifaga aylanmoqda.